ruslar bilan ishlash kim o'zbeklar bilan ishlashga qaraganda ancha zo'r. Masalan qaranglar. Bu yerda turib ishlayapti, bitta svarchik, ikki kishi pomощник biz ularni kesib yordam berib turibmiz. Ruslar ish yo'q vaqtda o'tir deydi, dam ol deydi, o'zim senga ish vaqti bo'lsa aytaman deydi. O'zbek posrednikning qo'liga borib qolsang, nihuya dam yo'q. 5 minut o'tirgan ko'rsa nimaga o'tiribsan deydi, "Abi dam olyapman" desang, "Turan akangga qarashib ber" deydi, "Keyin bu yoqqa kelasan" deydi. Ruslar 9 dan 6 gacha ishlasa, o'zbek posrednik bor joyda 9 dan 7 gacha yo 8 dan 7 gacha ishlatadi. Keyin yana firmada ishlaydiganlar biladi, ana oq kaskani kiyib o'zidan podshoh vallomat yasab olganlar bor. Ismining orqasiga shepni qo'shmasang, senga javob ham bermaydi, sen bilan gaplashmaydi ham. Sirat shep, Anvar shep, Qosim shep deb oldab bitib kirishing kerak eng kayib. Bizning o'zbeklarga mansab bermasin. Mansab bersang shunaqa qolib qoladi. Ve nimaga krandan bo'shab ketdingiz aka, nimaga krandan bo'shadingiz deganlar uchun. Ve zaybal qo'rdi-yu, ana birgadir bila. Oq kaska kiyib olgan. Konchinni bila. Boratda shoferni yo'qotaylik. Пожалуйста, водитель меняйте. Men seni yo'qotaman Asror. Men seni yo'qotaman, men seni shu yerda ishlattirmayman deb to'ydirib yordi-yu, bila, shunaqa ham konchinni yo'q. Mana shu aka to'g'ri aytayapti. Biznikilarga amal deysa, ko'tingizni aniq qilmaydi. Nima desam bo'ladi? Tellatib yoradi, boru. Ish yo'q bo'lgan paytda ham hech bo'lmaganda bitta paqir deyilib qo'yadi-da, "O, yoqqa ot" deydi. Va yetmaydi, siz yugurib boradi. Ana uni katta prorabni yoniga yugurib boradi. Ana Kiranavshi meni aytganimni qilmayapti. Ana Kiranavshi bu yoqqa Ustonovga qilmayapti. Apalovkani ot desam otmayapti. Ey, yibban bila. Ot olmaydi, kiran yetmaydi, ontarilib ketadi desiz tushunmaydi. Prorabni yoniga borib provokachat qilaveradi. Mana shuning uchun mashlardan zaybal bo'lganimdan men kirani ham shu sohasini yig'ishtirib qo'yganman. Va obyektga borardim, qayerda o'zbek brigadir bo'lib qolsa, kiranda o'zim yig'ishtirishga to'g'ri kelardi. Yig'ishtirishma. Oylig'ini olyapti bu ham. O'zi qilsin. Senga poq qo'ymasmi? Ey!